Bugun biz Gold Star restoranida mijozlarimizning fikrlarini o'rganib chiqamiz. Nega ular aynan Gold Star restoranini tanlab, bu yerda taomlarimizdan iste'mol qilishmoqda? Fikrlarini birgalikda o'rganamiz. Nega aynan Gold Star restorani? Gold Star restorani xalq ishonchidan o'tgan restoran. Sifati, muomalalari, ovqatlar yaxshi, mazali, zo'r. Hammaga tavsiya qilamiz. Javob uchun rahmat. Yaqinlashsaqa. Endi bu yerda xizmatlar ham yaxshi, taomlar ham yaxshi. Bugundan chiqamiz tug'ilgan kuni. Shu qizlar bilan kelishgan holda birda shu yerda o'tiramiz, tinch. Hamma xizmatlari yaxshi bo'lgani uchun, hamda xabar olishlari, ovqatlari, mazaligi. Shuning uchun tanladik. Ham boshqalarga tavsiya etamiz. Javob uchun rahmat. Sizni tug'ilgan kuningiz bilan yana bir bor tabriklayman. Bir yaxshi zavq bo'lsin. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Ovqatlari zo'r, ochilg'anli berishi bir tempda katta, hech o'zgarmagan. Salonga dostavka qilib oldiramiz. Buzmagan dim zo'r, muomalasi ham yaxshi. Taklif etaman, hamma tavsiya etaman. Rahmat javob uchun. Yoqimli ishtaha. Tanlashda bu yaxshi. Tabiatli, go'zal, manzaralari yaxshi, gullari yaxshi, atmosferasi yaxshi, ovqatlari yaxshi, xizmatlari yaxshi hammasining. Shuning uchun hardiq chiqarib o'tiribmiz sinfdoshlar bilan. Tavsiya qilasizmi? Hammani tavsiya qilaman. Gold Startda. Kezlar hamma. Javob uchun rahmat.